Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimiz obunachilari va qadrli tomoshabinlar. Bugun siz bilan shunday bir muhim mavzuni muhokama qilamizki, bu har birimizga, oilamizga, yaqinlarimizga bevosita taalluqli. Tasavvur qiling, sizga tegishli bo'lgan, oilangiz uchun muhim bo'lgan u katta miqdordagi qo'shimcha to'lov, masalan, pensiya yoki ijtimoiy nafaqa oshishi sizga yetib kelmasligi mumkin. Bu gaplarim jiddiy, chunki hukumat tomonidan yangi qarorlar, yangi mexanizmlar joriy etilmoqda va bu o'zgarishlardan bexabar qolish sizga moliyaviy yo'qotishlarga olib kelishi mumkin. Shu sababli bugungi ma'lumotlar hayotingizda, byudjetingizda katta farq yaratishi mumkin. Hozirgi lahzadayoq videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Shunda muhim yangiliklarni aslo o'tkazib yutormaysiz. Muammoning mohiyati avvallari qanday edi va hozir nima o'zgardi? Azizlar, uzoq yillar davomida bizning pensiya va ijtimoiy nafaqalar tizimimiz an'anaviy, ko'pincha qog'oz shaklidagi hujjatlarga asoslangan edi. Mehnat daftarshalari, arxiv ma'lumotnomalari, tug'ilish haqidagi guvohnomalar va boshqa bir qator hujjatlar insonning ish stajini, ish haqi miqdorini va umumiy ijtimoiy holatini belgilovchi asosiy manbalar edi. Bu tizim o'ziga yarasha kamchiliklarga ega edi. Hujjatlarni yo'qotish, arxivlarda ma'lumotlar topilmasligi, turli tashkilotlar o'rtasida axborot almashinuvining qiyinligi kabi holatlar tez-tez uchrab turardi. Natijada fuqarolarning haqqoniy pensiya miqdorini hisoblashda yoki ijtimoiy nafaqalarni tayinlashda ba'zan xatoliklar yuzaga kelar. Ba'zi ish staji davrlari hisobga olinmay qolar edi. O'sha paytda ham qo'shimcha to'lovlar, masalan, ish stajini qayta hisoblash orqali pensiya oshishi mumkin edi. Ammo bu jarayon uzoq va murakkab edi. Ko'pincha fuqaroning o'zi juda ko'p yugurishga to'g'ri kelardi. Bugungi kunga kelib, prezidentimiz tashabbusi bilan va hukumatimiz tomonidan amalga oshirilayotgan keng ko'lamli raqamlashtirish islohotlari tufayli vaziyat tubdan o'zgarmoqda. Axborot texnologiyalari hayotimizning har bir jabhasiga kirib bormoqda. Shu jumladan ijtimoiy himoya va pensiya ta'minoti sohasiga ham. Endilikda davlat xizmatlari bir darsha tamoyili asosida yoki MyBond.uz yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali ko'rsatilmoqda. Eng muhimi, bir nechta davlat idoralari o'rtasida yagona elektron tizim yaratilmoqda. Bu degani endi sizning ish stajingiz, daromadlaringiz, oilaviy ahvolingiz haqidagi ma'lumotlar turli tashkilotlardan avtomatik tarzda to'planadi va sizning shaxsiy raqamli profilingizda aks etadi. Xo'sh, muammo nimada? Muammo shundaki, bu raqamlashtirish jarayoni hali to'liq yakunlanmagan. Ko'p hollarda, ayniqsa uzoq ish stajiga ega bo'lgan keksa avlod vakillari yoki turli tashkilotlarda ishlagan, familiyasini o'zgartirgan, chet elda ishlagan fuqarolarning ma'lumotlari elektron bazalarda to'liq aks etmasligi mumkin. Eski qog'oz hujjatlaridagi ma'lumotlar to'liq raqamlashtirilmagan yoki raqamlashtirilganda xatoliklarga yo'l qo'yilgan bo'lishi ehtimoli mavjud. Agar sizning raqamli profilingiz to'liq bo'lmasa yoki undagi ma'lumotlar xato bo'lsa, sizga tegishli bo'lgan qo'shimcha to'lovlar, ya'ni pensiyangizning oshgan qismi yoki boshqa ijtimoiy nafaqalar sizga yetib kelmasligi mumkin. Davlat endi sizni izlab yurmaydi, balki sizning raqamli profilingizga asoslanadi. Agar u bo'sh bo'lsa, sizning huquqingizni hech kim bilmaydi. Mana shu azizlar bugungi kunda eng dolzarb bo'lib turgan masalaning mohiyatidir. Asosiy qism nimalarni bilishingiz kerak. Kimlar xavotirlanishi kerak va kimlar xavotirlanishi shart emas. Avvalo nimalarni bilishingiz kerakligini tushunib olaylik. Endilikda pensiya va ijtimoiy nafaqalar tayinlash, qayta hisoblash yoki miqdorini oshirishda asosiy e'tibor sizning shaxsiy raqamli profilingizdagi ma'lumotlarga qaratiladi. Bu profil MyDoc.uz portalida yoki pensiya jamg'armasining elektron tizimlarida shakllanadi. Unda sizning ish stajingiz, oylik daromadlaringiz, nikoh holatingiz, bolalaringiz haqidagi ma'lumotlar, nogironlik guruhingiz va boshqa ijtimoiy holatingiz bilan bog'liq barcha ma'lumotlar jamlangan bo'lishi kerak. Agar bu ma'lumotlar noto'g'ri yoki to'liq bo'lmasa, demak sizning qo'shimcha to'lov olish imkoniyatingiz kamayadi. Kimlar xavotirlanishi kerak? Bu savolga juda aniq javob berishim mumkin. 1. Keksa avlod vakillari, ayniqsa 1990 yillardan oldin mehnat faoliyatini boshlaganlar, ya'ni Sovet davrida ishlaganlar, ularning mehnat daftarchalaridagi yozuvlar ba'zan o'qilmasligi, korxonalar tugatilib, arxiv hujjatlari yo'qolib ketgan bo'lishi mumkin. Masalan, Bobomurod otaning 1970 yildan 1990 yilgacha ishlagan 11 yillik ish staji elektron tizimda umuman aks etmagan.
Uning pensiyasi faqat 1990 yildan keyingi staj bo'yicha hisoblangan. Agar bu 11 yillik staj hisobga olinsa, uning oylik pensiyasi kamida 300 ming so'mga oshishi mumkin. Bu bir yilda 300-600 ming so'm degani. Bobomurod ota may 9 orqali o'z shaxsiy kabinetiga kirib ko'rsa, hayron qolishi aniq. U pensiya jamg'armasiga borib, eski mehnat daftarchasi va arxiv ma'lumotnomalarini taqdim etish kerak bo'ladi. İki turli tashkilotlarda ishlagan fuqarolar hayoti davomida bir nechta korxona yoki muassasalarda ishlagan, ayniqsa turli sohalarda masalan. Avval davlat korxonasida, keyin xususiy firmada, keyin yana boshqa davlat idorasida ishlaganlar. Bu holatda turli tashkilotlardan ma'lumotlarning bir joyga yig'ilishi jarayonida uzilishlar bo'lishi mumkin. Misol uchun, Gulnora opaning 2000 yildan 2005 yilgacha xususiy maktabda ishlagan 5 yillik staji elektron bazaga kiritilmagan. Uning asosiy ish joylari davlat tasarrufida bo'lgani sababli u buni bilmasligi mumkin. Bu 5 yillik staj pensiya miqdorini sezilarli darajada oshirishi mumkin. Taxminan har oyda 200 ming so'mga. Bu ham yiliga 2 ming so'm degani. 3. Familiyasini o'zgartirgan ayollar. Turmushga chiqqandan keyin familiyasini o'zgartirgan ayollarning ba'zi ish staji davrlari eski familiyasi bo'yicha qolib ketishi va yangi familiyasi bilan bog'lanmasligi mumkin. Bu esa elektron tizimda uzilishlarga olib keladi. Fotima opa turmushga chiqquniga qadar 10 yil, turmushga chiqqanidan keyin 11 yil ishlagan. Elektron tizimda uning faqat yangi familiyasi bilan bog'liq 11 yillik staji aks etgan. Agar u eski familiyasi bo'yicha bo'lgan 20 yillik stajini ham hisoblatmasa, u katta miqdordagi qo'shimcha pensiyadan mahrum bo'ladi. Chunki bu staj uning pensiyasini oyiga 400 so'mga oshirishi mumkin. Bir yilda esa bu 400 ming so'm. U nikoh guvohnomasi va pasporti bilan pensiya jamg'armasiga murojaat qilishi kerak. 4. Chet elda ishlagan fuqarolar ayniqsa rasmiy mehnat shartnomalari bilan chet elda ishlagan va o'z mamlakati ijtimoiy sug'urta badallarini to'laganlar. Ularning chet eldagi ish staji O'zbekistondagi umumiy stajga qo'shilishi mumkin. Ammo bu avtomatik tarzda sodir bo'lmaydi. Chunki xalqaro shartnomalar va tasdiqlovchi hujjatlar talab qilinadi. Anvar aka Rossiyada 7 yil davomida rasmiy mehnat shartnomasi asosida ishlagan va shu yillar uchun ijtimoiy sug'urta badallarini to'lagan. Uning bu staji O'zbekistondagi pensiya stajiga qo'shilishi mumkin. Ammo buning uchun u pensiya jamg'armasiga tegishli hujjatlarni, mehnat shartnomasi, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalar, sug'urta to'lovlari haqidagi hujjatlar taqdim etish shart. Agar u buni qilmasa, pensiyasi oyiga 2 ming so'mga kam bo'lishi mumkin. Bir yilda bu 3 ming so'm. 5. Qo'shimcha ijtimoiy himoyaga muhtoj shaxslar, nogironligi bo'lganlar, boquvchisini yo'qotganlar, ko'p bolali oilalar, kam ta'minlangan oilalar. Yangi tizimda ular uchun yangi turdagi nafaqalar yoki mavjud nafaqalarning oshirilgan miqdorlari joriy etilgan bo'lishi mumkin. Ammo bu haqda ma'lumotlar avtomatik tarzda yangilanmasligi mumkin. Masalan, 5 nafar farzandi bor Shahnoza opa kam ta'minlangan oila sifatida ro'yxatda turadi. Yangi qonunchilikka ko'ra, ko'p bolali oilalar uchun qo'shimcha nafaqa turi joriy etildi yoki mavjud nafaqa miqdori oshirildi. Ammo uning oilaviy ahvoli haqidagi ma'lumotlar, masalan, bolalarning o'qish joyi, turmush o'rtog'ining daromadi eski bazada qolib ketgan bo'lsa, u bu imtiyozdan bexabar qolishi mumkin. Uning har oyda oladigan qo'shimcha nafaqasi 400 ming so'mga oshishi mumkin. Bu esa yiliga 4 ming so'm degani. Kimlar xavotirlanishi shart emas. Aslida to'g'risini aytganda hech kim to'liq xotirjam bo'lmasligi kerak. Hatto sizning ma'lumotlaringiz yangi, aniq va to'liq bo'lsa ham, baribir bir marta tekshirib ko'rish ortiqchalik qilmaydi. Ammo nisbatan kamroq xavotirlanishi mumkin bo'lganlar quyidagilar. Hozirda davlat tashkilotlarida ishlayotganlar, ayniqsa so'nggi 20 yil davomida bitta yoki bir nechta davlat tashkilotida uzluksiz ishlayotgan va ularning shaxsiy ma'lumotlari muntazam ravishda elektron bazalarga kiritilgan shaxslar. Ularning mehnat daftarshalari elektron shaklga o'tkazilgan va ma'lumotlar yangilanib turiladi. Ammo shu bilan birga ular ham may podkod kudu uz orqali o'z raqamli profillarini tekshirib, xatoliklar yo'qligiga ishonch hosil qilishlari kerak. 2. Yangi ish boshlagan yosh mutaxassislar, ya'ni so'nggi 5 yil ichida mehnat faoliyatini boshlagan va ularning barcha ma'lumotlari boshidanoq elektron tizimda shakllangan bo'lsa. Bunday yoshlar uchun
qog'oz mehnat daftarshalari deyarli ahamiyat kasb etmaydi. Ularning barcha ish staji va to'lovlari elektron tarzda qayd etiladi. Biroq ular ham raqamli profilingizni vaqti bilan tekshirib borishlari. Ayniqsa, ish joyini o'zgartirganda ma'lumotlar to'g'ri yangilanganiga ishonch hosil qilishlari kerak. Xulosa qilib aytganda, xavotirlanish darajasi sizning shaxsiy ish stajingizning murakkabligi, eski qog'oz hujjatlarning mavjudligi va davlat idoralaridagi ma'lumotlarning raqamlashtirish jarayoniga bog'liq. Eng to'g'ri yo'l bu tekshirish va yana bir bor tekshirish. Asosiy qism 2. Qoidalardagi istisnolar. Qaltis jihatlar va noaniq nuanslar azizlar, har qanday tizimda bo'lgani kabi, bu yangi raqamli tizimda ham o'ziga xos istisnolar, e'tibor qaratilishi lozim bo'lgan qaltis jihatlar va noaniq nuanslar mavjud. Ularni bilish sizni ko'pgina muammolardan qutqarishi mumkin. Qoidalardagi istisnolar. 1. Ba'zi davlat xizmatchilari uchun avtomatik yangilanish yuqori darajadagi davlat idoralarida, masalan, harbiy xizmatchilar, huquq-tartibot organlari xodimlari kabi ba'zi toifadagi fuqarolarning ma'lumotlari ko'pincha avtomatik ravishda maxfiy idoraviy tizimlar orqali yangilanib turiladi. Ular uchun ko'p hollarda qo'shimcha hujjat talab qilinmasligi mumkin. Ammo shunga qaramay, pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, o'zlarining shaxsiy ma'lumotlarini tasdiqlatishlari ularning kelajakdagi pensiya ta'minotlari uchun foydadan xoli bo'lmaydi. Misol uchun, sobiq ofitser Mirzohid aka harbiy xizmatdan pensiyaga chiqqan. Uning xizmat davridagi barcha ma'lumotlari avtomatik tarzda yangilanadi deb hisoblagan. Ammo uning harbiy xizmatdan oldingi 5 yillik ish staji umumiy bazada ko'rsatilmagan bo'lib chiqdi. Bu esa uning pensiyasiga ta'sir qilmasligi mumkin. Ammo ba'zi qo'shimcha imtiyozlar olishiga to'sqinlik qilishi mumkin edi. 2. Ayrim toifadagi nafaqalar, ba'zi ijtimoiy nafaqalar, masalan, yoshga doir nafaqalar. Nogironlik nafaqalari agar ularni olishning barcha shartlari bajarilgan bo'lsa, fuqaroning murojaatisiz ham avtomatik tarzda uzaytirilishi yoki qayta hisoblanishi mumkin. Lekin bu holatda ham agar fuqaroning ijtimoiy holati o'zgargan bo'lsa, masalan, yangi nogironlik guruhi belgilangan bo'lsa yoki oilasidagi farzandlar soni o'zgargan bo'lsa, bu ma'lumotlarni o'z vaqtida taqdim etish zarur. Ba'zan shifoxonalar ma'lumotlarni elektron tizimga kech kiritishi mumkin. Bu esa fuqaroning qo'shimcha nafaqa olish muddatini cho'zib yuboradi. Qaltis jihatlar, pitfalls. 1. Muddat o'tgan hujjatlar. Agar siz taqdim etgan hujjatlarning, masalan, pasport, nikoh guvohnomasi muddati o'tgan bo'lsa yoki ularda imlo xatolari mavjud bo'lsa, arizangizni ko'rib chiqish rad etilishi mumkin. Har doim hujjatlaringizning amaldagi va to'g'ri ekanligini tekshiring. Ba'zida fuqarolar o'z pasportidagi mayda xatoni, masalan, tug'ilgan sanasidagi bir raqamning noto'g'riligi e'tiborsiz qoldiradilar. Bu esa pensiya hujjatlarini rasmiylashtirishda juda katta muammolarga olib kelishi mumkin. Kichik bir xato tufayli sizning stajingiz tasdiqlanmasligi mumkin. Noto'g'ri yoki to'liq bo'lmagan ma'lumotlar. Agar siz o'z raqamli profilingizdagi ma'lumotlarni tekshirmasdan yoki noto'g'ri ma'lumotlar bilan yuborsangiz, bu sizga rad javobini keltirib chiqaradi va jarayonni boshidan boshlashga majbur qiladi. Bu esa qimmatli vaqtingizni va asablaringizni behuda sarflanishiga olib keladi. Aytaylik, siz avvalgi ish joyingizni nomini noto'g'ri kiritdingiz. Tizim bu ma'lumotni pensiya jamg'armasidagi yoki mehnat vazirligidagi ma'lumotlar bilan taqqoslaydi va mos kelmagani uchun arizangiz rad etiladi. O'tu, muddatsizlik xavfi. Hukumat ma'lumotlarni yangilash uchun aniq bir muddat belgilamagan bo'lishi mumkin. Lekin bu erta harakat qilgan yutadi, tamoyili ishlamaydi degani emas. Qancha tez harakat qilsangiz, shuncha tez natijaga erishasiz. Kechiktirish bu o'sha qo'shimcha to'lovdan har oyda mahrum bo'lish deganidir. Unutmang, pensiya jamg'armasiga yoki boshqa tegishli idoralarga ko'plab murojaatlar kelib tushadi. Agar siz oxirgi muddatgacha kutib o'tirsangiz, hujjatlarni ko'rib chiqish jarayoni yanada cho'zilib ketishi mumkin. 4. Onlayn tizimdan foydalana olmaslik. Ba'zi fuqarolar, ayniqsa keksa avlod vakillari, internetdan va elektron xizmatlardan foydalanishda qiyinchiliklarga duch kelishadi. Bu ularning o'z huquqlarini himoya qilishda to'siq bo'ladi. Ularga yaqinlari, farzandlari yoki ijtimoiy xizmat xodimlari yordam berishlari zarur. Bu yerda mahallalarning, xalq qabulxonalarining roli juda muhim. Noaniq nuanslar. 1. Hujjatlar yo'qolgan taqdirda, agar sizning mehnat daftarchangiz yo'qolgan bo'lsa yoki arxiv hujjatlari topilmasa, nima qilish kerak? Bunday holatlarda siz sudga murojaat qilib ish stajini tasdiqlashingiz mumkin.
guvohlar ko'rsatmalari, tashkilotdan olingan ma'lumotnomalar agar saqlangan bo'lsa, ish haqi to'g'risidagi hujjatlar. Hatto fotosuratlar ham sud tomonidan dalil sifatida qabul qilinishi mumkin. Bu jarayon uzoq va murakkab bo'lishi mumkin. Shuning uchun iloji boricha tezroq harakat qilish lozim. Misol uchun, Dilshod akaga tegishli korxona 1990-yillarda tugatilib, uning 8 yillik mehnat daftarchasi yo'qolgan. U sudga murojaat qilib, 2 nafar sobiq hamkasbi guvohligida o'z ish stajini tasdiqladi. Bu jarayon 6 oy davom etdi. Ammo natijada uning pensiya oyiga 25 ming so'm qo'shdi. 2. Turli idoralar o'rtasidagi ma'lumotlar tafovutlari. Ba'zida pensiya jamg'armasi bazasidagi ma'lumotlar soliq qo'mitasi yoki mehnat vazirligi ma'lumotlari bilan mos kelmasligi mumkin. Bunday holatlarda sizning profilingizni tekshirgan mutaxassislar sizdan qo'shimcha tasdiqlovchi hujjatlar talab qilishi mumkin. Bu normal holat va siz vahima qilmasligingiz kerak. Faqat talab qilingan hujjatlarni to'plab ularga taqdim etishingiz lozim. Bu davlat idoralari o'rtasidagi ma'lumotlar almashinuvi tizimi hali to'liq ishga tushmaganligidan dalolat beradi. Uch norasmiy bandlik tarixi agar siz hayotingizning bir qismida norasmiy ravishda, ya'ni mehnat shartnomasi yoki shaxsiy jamg'arma daftarchasiga yozuvsiz ishlagan bo'lsangiz, bu davrlarni ish stajiga qo'shish juda qiyin bo'ladi. Biroq agar siz o'sha davrlar uchun ijtimoiy sug'urta badallarini o'z ixtiyoringiz bilan to'lagan bo'lsangiz, masalan, yakka tartibdagi tadbirkorlar kabi, bu davrlar ham stajga qo'shilishi mumkin. Bu bo'yicha ham pensiya jamg'armasi mutaxassislar bilan maslahatlashish kerak. 4. Shaxsiy onlayn kabinetning ahamiyati. MyBaytDoGov.uz portalida shaxsiy kabinetga ega bo'lish hozirgi kunda shunchaki qulaylik emas, balki zarurat. Bu orqali siz o'z ma'lumotlaringizni tekshirishingiz, arizalar yuborishingiz, hujjatlarni yuklashingiz va jarayonni kuzatishingiz mumkin. Bu sizning raqamli o'zligingizdir. Agar sizda hali shaxsiy kabinet bo'lmasa, uni albatta ro'yxatdan o'tkazing. Bu sizga nafaqat pensiya masalalari bo'yicha, balki boshqa ko'plab davlat xizmatlaridan foydalanishda ham juda foydali bo'ladi. Praktik tavsiyalar, tomoshabin nima qilish kerak? Xo'sh, azizlar, endi eng muhim qismga yetib keldik. Nima qilish kerak? Katta qo'shimcha to'lovdan mahrum bo'lmaslik uchun qanday qadamlarni tashlashimiz kerak? Men sizga aniq va tushunarli ko'rsatmalar beraman. Bir qadam. Hozirgi holatingizni va huquqingizni tekshiring. Onlayn portal orqali eng oson va tezkor yo'l bu. MyBaytDoGov yagona interaktiv davlat xizmatlari portaliga kirish. Agar sizda shaxsiy kabinet bo'lmasa, uni ro'yxatdan o'tkazishingiz kerak. Buning uchun sizga JSHIR, jismoniy shaxsning shaxsiy identifikatsiya raqami kerak bo'ladi. Kabinetingizga kirganingizdan so'ng pensiya ta'minoti yoki ijtimoiy himoya bo'limini toping. U yerda o'z ish stajingiz, oylik daromadlaringiz agar mavjud bo'lsa, joriy pensiya nafaqa miqdoringiz haqidagi ma'lumotlarni ko'rishingiz mumkin. Agar sizda JSHIR raqami bo'lmasa, uni ham Davlat xizmatlari markazi orqali olishingiz mumkin. Pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat. Agar siz internetdan foydalanishda qiyinchilikka duch kelsangiz yoki ma'lumotlaringizni onlayn tarzda to'liq tekshira olmasangiz, yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga shaxsan murojaat qiling. U yerda mutaxassislar sizga yordam berishadi va profilingizdagi ma'lumotlarni birga ko'rib chiqishadi. O'zingiz bilan pasportingizni olishni unutmang. 2 qadam. Yo'qolgan yoki noto'g'ri ma'lumotlarni aniqlang. Sizning raqamli profilingizdagi ma'lumotlarni o'zingizning qog'ozdagi mehnat daftarchangiz, diplomlaringiz, tug'ilish guvohnomangiz va boshqa hujjatlaringiz bilan solishtiring. Ish stajingizning barcha davrlari elektron tizimda to'liq aks etganiga ishonch hosil qiling. Agar qandaydir davrlar etishmayotgan bo'lsa, masalan, 1990-yillargacha ishlagan davrlar, buni alohida qayd eting. Ism sharif va familiya, pasportingizdagi ma'lumotlar bilan elektron tizimdagi ma'lumotlar aynan bir xil bo'lishi shart. Agar siz familiyangizni o'zgartirgan bo'lsangiz, barcha o'zgarishlar to'g'ri aks etganiga ishonch hosil qiling. Oilaviy ahvol, bolalaringiz soni, nikoh holatingiz, nogironlik guruhingiz kabi ijtimoiy holatingiz bilan bog'liq ma'lumotlar dolzarb va to'g'ri ekanligiga ishonch hosil qiling. Bu ijtimoiy nafaqalar olish uchun muhim. 3 qadam. Zarur hujjatlarni to'plang. Agar sizda ma'lumotlar yetishmayotgani yoki noto'g'ri ekanligini aniqlasangiz, quyidagi hujjatlarni to'plashingiz kerak bo'ladi. Pasport asli va nusxasi. Mehnat daftarchasi asli va barcha sahifalarning nusxasi. Agar mehnat daftarchangiz yo'qolgan bo'lsa, avval uni tiklash choralarini ko'ring
ish joyingiz orqali yoki arxivdan ma'lumotnoma olib. Nikoh guvohnomasi, agar familiyangiz o'zgargan bo'lsa, asli va nusxasi. Tug'ilish guvohnomalari, ayniqsa bolalaringiz bor bo'lsa, ijtimoiy nafaqalar uchun muhim. Diplomlar va boshqa ta'lim hujjatlari, agar ular ish stajiga ta'sir qilsa, masalan, oliy ta'lim muassasalarida o'qish davri. Harbiy guvohnoma, harbiy xizmatni tasdiqlash uchun. Ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalar, agar pensiya jamg'armasi ularni talab qilsa, ayniqsa 2005 yilgacha bo'lgan davrlar uchun. Bu ma'lumotnomalarni avvalgi ish joylaringizdan yoki ularning huquqiy vorislardan olishingiz mumkin. Nogironlik haqidagi ma'lumotnoma, agar siz nogironlik nafaqasini olsangiz yoki unga da'vo qilsangiz, 4 qadam. Hujjatlarni qayerga topshirish kerak? Hujjatlarni topshirish uchun bir nechta yo'l mavjud. My.POKGIP orqali. Agar sizda yetishmayotgan ish stajini tasdiqlovchi hujjatlar, masalan, skaner qilingan mehnat daftarchasi sahifalari mavjud bo'lsa, siz ularni onlayn ravishda o'z shaxsiy kabinetingiz orqali yuklashingiz mumkin. Ish stajini aniqlash. Pensiya tayinlash bo'yicha murojaat kabi xizmatlarni qidirib toping va ko'rsatmalarga amal qiling. Bu eng qulay va vaqtni tejaydigan usuldir. Davlat xizmatlari markazlari DXM. Agar onlayn tarzda murojaat qilish qiyin bo'lsa, yashash joyingizdagi davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. U yerda sizga maxsus blankalarni to'ldirishga yordam berishadi va hujjatlaringizni qabul qilishadi. Bu yerda sizga elektron navbat tizimi orqali xizmat ko'rsatiladi. Pensiya jamg'armasi bo'limi. Ba'zi murakkab holatlarda yoki DXM orqali hal qilinmaydigan masalalar bo'yicha bevosita pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga murojaat qilish eng to'g'ri yo'l bo'ladi. U yerda sizni mutaxassislar tinglashadi va masalangizni batafsil ko'rib chiqishadi. Xalq qabulxonalari, agar yuqoridagi usullar orqali masalangiz hal bo'lmasa yoki murojaatingizga uzoq vaqt javob kelmasa, Prezident xalq qabulxonalariga murojaat qilishingiz mumkin. Ular fuqarolar murojaatlari bilan ishlashga ixtisoslashgan va masalangizni hal qilishda yordam berishlari mumkin. 5 qadam. Arizangizni to'g'ri yozish. Ariza yozishda aniqlik va batafsillik juda muhimdir. Aniqlik sizning shaxsiy ma'lumotlaringiz, pasport seriyasi va raqami, JSSHIR, yashash manzilingiz, telefon raqamingiz to'liq va aniq yozilganiga ishonch hosil qiling. Mohiyat. Arizangizda muammoning mohiyatini aniq bayon eting. Masalan, elektron mehnat daftarchamda 1995 yildan 1992 yilgacha bo'lgan O'zbekiston korxonasidagi 7 yillik ish tajribam aks etmagan. Ushbu davrni hisobga olishni so'rayman. Hujjatlar ro'yxati. Arizaga ilova qilinayotgan barcha hujjatlarning ro'yxatini to'liq ko'rsating. Talab, sizning talabingizni aniq ko'rsating. Masalan, yuqorida ko'rsatilgan ish stajini hisobga olgan holda pensiyamni qayta hisoblashni so'rayman yoki kengaytirilgan ijtimoiy nafaqa tayinlashni so'rayman. Namuna iboralar: hurmatli pensiya jamg'armasi mutasaddilari. Men fish pasportim seriyasi A raqami 1002 holati asosida sizga murojaat qilmoqdaman. Mening raqamli profaylingimda yildan yilgacha bo'lgan mehnat stajim to'liq aks etmagan. Ushbu davrni tasdiqlovchi hujjatlarni ilova qilaman va tegishli o'zgarishlarni kiritib, pensiya nafaqa miqdorini qayta hisoblashingizni so'rayman. 6 qadam. Jarayonni kuzatish va javobni kutish. Murojaatni ro'yxatdan o'tkazing. Qayerga murojaat qilishingizdan qat'iy nazar, arizangizga kiruvchi raqam berilishini va uni ro'yxatdan o'tkazilganligi haqida ma'lumotnoma yoki kvitansiya olishingizni so'rang. Bu sizga murojaatingiz holatini kuzatish imkonini beradi. Muddati. Odatda murojaatlar 15 ish kuni ichida ko'rib chiqiladi. Murakkabroq masalalar uchun bu muddat 30 ish kunigacha cho'zilishi mumkin. Kuzatuv My.POKGIP orqali yuborgan bo'lsangiz, shaxsiy kabinetingizda murojaatingizning holatini kuzatishingiz mumkin. Agar boshqa usul orqali murojaat qilgan bo'lsangiz, belgilangan muddatdan so'ng telefon orqali yoki shaxsan murojaat qilib javobni so'rashingiz mumkin. Rad etish holati. Agar arizangiz rad etilsa, rad etish sababini aniq tushuntirishlarini talab qiling. Ko'pincha rad etish sabablari aniq ko'rsatilmaydi. Bu esa fuqaroni yana chalg'itadi. Rad etish sababini bilib, kamchiliklarni bartaraf etib, qayta murojaat qilishingiz mumkin. Xulosa va yakuniy chorlov azizlar, ko'rib turganingizdek, katta qo'shimcha to'lovni qo'lga kiritish. Pensiya yoki nafaqangizni oshirish o'zingizning faolligingizga va e'tiborligingizga bog'liq. Hukumat ijtimoiy himoyani kuchaytirishga intilmoqda. Ammo raqamli tizimga o'tish jarayonida eski ma'lumotlar bilan
bog'liq muammolar mavjudligini inobatga olishimiz shart. Agar siz harakatsiz qolsangiz, sizga tegishli bo'lgan qo'shimcha mablag' sizga yetib kelmasligi mumkin. Bu esa oilangiz byudjetiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bugungi videoda berilgan barcha ma'lumotlarni diqqat bilan o'rganib chiqing. Yuqorida aytilgan amaliy qadamlarni bajarishni zudlik bilan boshlang. O'zingizni va yaqinlaringizni bu muhim yangiliklardan bexabar qoldirmang. Ayniqsa keksa ota-onangiz, bobo-buvlaringizga yordam bering. Ularning MyPockupUz'dagi shaxsiy kabinetlarini tekshirib, ma'lumotlarni yangilashlariga ko'maklashing. Chunki ularning har bir yillik ish staji, har bir oylik daromadi ularning pensiya miqdoriga bevosita ta'sir qiladi. Keling, bu jarayonni birgalikda faollik bilan o'tkazamiz. Sizning har bir harakatingiz, sizning har bir da'vatingiz sizga moliyaviy barqarorlikni olib keladi. Ushbu videoni barcha do'stlaringizga, oila a'zolaringizga yuboring, chunki bu ma'lumot hammaga kerak. O'z fikrlaringizni, tajribalaringizni izohlarda yozib qoldiring. Siz qanday muammolarga duch keldingiz? Qanday hal qildingiz? Bu boshqa tomoshabinlarimiz uchun juda foydali bo'lishi mumkin. Videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Shunda biz kelgusida ham siz uchun eng muhim va dolzarb ma'lumotlarni yetkazib berishda davom etamiz. Sog' va salomat bo'ling, azizlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.